Türkiye ve başka Müslüman devletlerinde Ramazan iyi hayacan bilen tebriklanayotgan bir paytda İslam aliminin bazı joylarida Müslümanlar roza tutish erkinligidan mahrum bo'lmoqda. Xitoy ishg'oli ostidagi Sharqiy Turkistonda Müslümanlar og'ir jazolarga uchrashdan saqlanish uchun yillardan buyon maxfiy roza tutishga majbur bo'lmoqda. Bir qism atalmış Müslüman devletler bo'lsa Xitoyning bostirishlarini qo'llab kelmoqda. Eng ichinishli bo'lgani lager va turmalardagi millionlagan Uyg'ur va boshqa musulmonlar 24 soat nazorat ostida yashab, roza tutishdan mahrum bo'lib qolmasdan, balki yana islomda harom qilingan cho'shqi go'shi yeyishga va aroq ichishga majburlanmoqda. Amerika prezidenti Donald Trump juma kuni 200 milliard dollar qimmatidagi Xitoy mahsulotlariga bo'lgan tamojna bijini 100% dan 25% ga o'stirdiganligini e'lon qildi. Trump Amerika iqtisodidagi yaqindan buyanqi ilgirlashlarning Xitoydan ilingan bu bojlar bilan munosabatlik ekanligini ta'kidladi va bu 10%lik boj juma kuni 25% ga chiqarildi. Xitoydan keladigan 325 milliard dollar qimmatidagi boshqa mahsulotlardan hali ham boj ilinmaydi. Lekin yaqinda 25% boj qo'yildi dedi. Rossiya poytaxti Moskvada qo'nish jarayonida o't ketgan aeroplandagi yo'lovchilardan 41 nafari qazo qildi. Rossiya taratqullarining xabar qilishicha, Moskvadan Murmanskka uchgan aeroplan aydirimdan ayrilib uzun o'tmay jiddiy qo'nmoqchi bo'lgan. Lekin qo'nish jarayonida aeroplanga o't ketgan. Aeroplanda yo'lovchi va aeroplan xodimlari jami 70 ta kishi bo'lib, 41 nafari hayotidan ayrilgan. İsrailiya dairələri armiyaga qamal ostidagi G'azzaga bo'lgan bombardimonni davomlashtirish haqida buyruq tushirdi. İsrailiya armiyasining G'azzada ilib borgan hujumida bir homilador ayolni o'z ichiga olgan 7 kishi qazo qildi. Buning bilan bombardimonda hayotidan ayrilgan falastinliklarning soni 17 ga yetdi. Yevropa Ittifoqi tashqi munosabatlar va xavfsizlik amaldori Federica Mogherini bu haqda e'lon qilgan bayonotida G'azzadagi Falastin qurolli kuchlarining xohlagancha raketa hujumi to'xtatilishi lozim. Yevropa Ittifoqi İsrailiyaning bexatarligini kuchli bir shaklda qo'llaydiganligini qayta ta'kidlaydi dedi. Uning bayonotida hujumda hayotidan ayrilgan va yaralangan falastinliklar tilga ilinmadi. Venezuelada o'zini vaqtliq rahbar deb e'lon qilgan parlament raisi Guaidoning ko'chaga chiqish chaqiriqi javobsiz qoldi. Venezuela prezidenti Maduroni ag'dirib tashlash uchun Amerika bilan nurg'unlagan G'arb va Latin Amerikasi davlatlarining qo'llashiga erishgan Guaidoning namoyish chaqiriqiga ko'p kishi ovoz qo'shmadi. Faqat 2 yerda namoyish o'tkazildi. Yana kelib Guaido va parlament a'zolari namoyishga qatnashmadi. Ramazan oyi jarayonida oziqlanish odatidagi o'zgarishlarga diqqat qilmaganda oshqozon, uchoy og'riqlari va boshqa sog'lomlik masalalari kelib chiqishi mumkin. Mutaxassislar bu masalalarning oldini olishga yordamchi bo'ladigan ba'zi kichik nuqtalar haqida tövəndikidek takliflarni berdi. Birinchi, mutlaq zo'g'urliq yang. Zo'g'urliq yemay roza tutganda badanning metabolizmi ostilaydi. Semiz kishilarga nazar solganimizda zo'g'urliq yemay roza tutganligi ma'lum bo'ladi. Ikkinchi, og'ir tomoq yeyishga oldirmang. Iftor qilgandan keyin suyuq salang bir narsa iching. 15 minut saqlagandan keyin ondan tomoq yeyishni boshlang. Dasturxondan rahat qopishga yordam berdi. 3. Tatliqning o'rniga meva yeng. Sharbatli tatliqlarni ko'p iste'mol qilish hazm qilish qiyinlashish va samirib ketishga sababchi bo'ldi. 4. Iftor va zo'g'urliq orasida 10-12 stakan suv iching. Roza tutgan mezgilda badan yo'qotgan suvni to'liqlashning yaxshi usuli iftor bilan zo'hur orasida 10 dan 12 stakangacha suv ichish. 5. Energiyasi to'van bo'lgan nashliqni asos qiling. Bo'libmi zo'hurda ham sifatlik aqsil bo'ldigan, ham qo'rsaqni to'q tutadigan tuxum kam bo'lmasin. 6. Choy va qahva bilan birga suv iching. İftardan keyin ichilgan choy va qahva badandagi suvning chiqishini tezlatganligi uchun badanning suvsizlanishiga sababchi bo'ldi. 7. Taloliq yemekliklarni tanlang. Aksicha bo'lganda uzun davomlashgan ochliq uchay harakatini oslatib qavziyatga sababchi bo'ldi. 8. Süt və süt mahsulotlari kam bo'lmasin. İftarda sog'lom aqsil manbasi bo'lgan qitiq yoki ayron bo'lgani yaxshi. Uyg'ur televiziyasi bo'lish sifatimiz bilan Ramazon oyinglarni muboraklaymiz.
دكا دوا